Hikol quyonlari sizga arzonga tushadi. Sababi ular 11 ta 12 tagacha tug'adi va kam xarajat, sof foyda. Ular juda ham serpish bo'ladi va bolalarini bir kunda bir mahal, ikki mahal emizadi. Suti juda ham yog'li va kam xarajat, sof foydaga tez chiqasiz. Sababi ularda serpishligi va Strakach, Kaliforniya, Velikan quyonlariga qaraganda juda ham bolajon quyon desak ham bo'laveradi. Bolalarni yaxshi katta qiladi. Agar ularni oldiga suvni kam qo'ysangiz, suti kamayadi. Bolani katta qilishda quyonchalarda sut kam bo'lgandan keyin o'sishi sekinlashadi. Boshqa quyonlarda bolasiga qaraganda juda tez tayyor bo'ladi. Muloyim go'sht va tez kilogram oladi. 4 oyda quyoningiz go'shtlik uchun tayyor bo'ladi. Go'shti ham juda ham muloyim. Siz qaysi zotlardan boqib ko'rgansiz? Strakachmi, Kaliforniya, Velikan va boshqa zotlardan boqib ko'rganmisiz? Ular ham bu quyondayin, hikoldayin tez katta bo'ladimi? Bu video endi oldingizdan chiqib qolgan bo'lsa, albatta o'tkazib yubormang. Bir profilimga kirib videolarni kuzatib chiqing. Siz uchun albatta foydali ma'lumotlar bor. Go'sht yo'nalishida tovuqlarda, parrandalarda hamma zotidan ular haqida ma'lumotlar.